Soulcon festivalidan olib kelgan sovg'alarimni obzor qilamiz. Ketdik. Bu birinchi sovg'amiz. Buning ichidan dermatologik yuz uchun maskalar chiqdi. Menga juda ham yoqdi upakovkasi. Keyingi sovg'amizga o'tamiz. Keyingi sovg'amiz ichidan mana shunaqa narsalar bor edi. Birinchisi bu sovun. Bu qanaqadir brend shekilli. Bu esa yuz uchun mis. Sepganda yuzni yaltiratib chiroyli qilib turadi. Bu yuzga surtadigan nimadir ekan, hali tushunmadim nimaligini. Bunda esa kitob bilan jurnal chiqdi. Buni nimaga ishlatishimni bilmayman. Menimcha dekoratsiya uchun ishlatib qo'ya qolaman. Bu ko'z uchun krem. Bu sovg'a ham juda ham chiroyli. Bu kartalarni, vizitni kartochkalaringizni solib qo'ysangiz bo'ladigan karman. Keyingisi esa talstovka. Menga juda ham yarashdi. Nimagadir bu talstovkadan ikkita olganman. Turmush o'rtog'im bilan bir xil bo'lib kiyinganmiz. Bu esa shirin pinginchali eko sumkalar. Buning ichidan turli xil maskalar chiqdi. Bu esa fartukcha, xuddi oshxonadan chiqmasligimni bilgandek sovg'a qilishibdi. Juda ham yoqdi menga. Turli maska va kremlarni shunaqa kichkina samplari, mana bunaqa antiseptik gel. Bu esa Kika Glow degan krem ekan. Qo'limga surtib ko'rdim. Bu esa uni ampulasi. Ikkalasini kechqurun yotishdan oldin uhot qilib ishlatib yursangiz bo'lar ekan. Keyingisi esa menda eng tez tugab qoladigan bu pomada. Qo'limdagi oxirgi paketni esa xitoyliklar berdi. Ichidan mana shunaqa kimchi, mana bunaqa ilib qo'yadigan narsa va pandacha chiqdi.